Salom, mani ismim Robiya. Men Oriflame kompaniyasining hamkoriman. Biz hammaga chiroyli bo'lish, pul topish va o'z biznesini yo'lga qo'yishni o'rgatamiz. Shu bilan birga bizni konsultantlarimiz haqida juda ham ko'p negativ gaplarni gapirishayotganligini eshitaman. Sifatsiz kosmetika, yo, sotib yurish to'g'ri kelmaydi menga. Shunaqami? Lekin men buni butunlay aksini bilaman. Boshqa ishlardan Oriflame kompaniyasining shunaqa farqi borki, bizda hech kimni hech narsa qilishga majburlamaydi. Biz hammaga imkoniyatlar bilan bo'lishamiz. Siz qanday ish olib borishni o'zingiz tanlaysiz. Xohlasangiz, prosta o'zingiz va oilangiz uchun qulay narxda kosmetika sotib olasiz. Xohlasangiz, pul ishlaysiz, katalogdan arzon narxda produksiya olasiz, tanishlaringizga tavsiya etasiz va qo'shimcha daromad topasiz. Xohlasangiz, o'zingizni karyerangizni tuzasiz, odamlarga xohlagan Oriflame imkoniyatlari bilan foydalana olishligini ayting va o'zingizni komandangizni rivojlantiring. Siz o'z ish vaqtingizni o'zingiz xohlagandek rejalashtirasiz. Juda ham ko'p odamlar dushanba va vaqtli turishni yomon ko'rishadi. Oriflame'da esa qachon turishni va qancha ish olib borishni o'zingiz hal qilasiz. Bu yerda umuman boshliq yo'q. Sizning sponsoringiz bu sizning do'stingiz, maslahatchingiz, lekin qarorni siz qabul qilasiz. Har kuni ish kiyimini kiyishni xohlamayapsizmi? Siz mana bunday ko'rinishingiz mumkin. Qanday kiyim kiyishni o'zingiz hal qilasiz. Oriflame'da qachon ishlashni va qachon dam olishni o'zingiz hal qilasiz. Sayohatga borishni xohlasangiz, buni ham imkoni bor. Tanlov har doim sizning qo'lingizda. Shuning uchun bizga qo'shiling va ishonch hosil qiling. Oriflame bu majburiyat emas, aksincha bu cheksiz